Tekşimizin devamı hürmetlik vatandaş bugün çislagı 2023 yıl 11. ayının 13. günü heptiki düşenbe. Devamında başlayayım dedik. Azər, Kazakistan, Kırgızistan, Katarlık devletlerde Rusya'nın harbi bazı əsləhələri var dedi. Rusya rəhbərliğindeki kollektiv bexatarlık teşkilatıga əza devletlerdir. Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan bu devletler Rusya bexatarlık kollektiv bexatarlık teşkilatıga əza devletlerdir. Şunu Rusya'nın qoğdışığı muhtaç. Rajaratnam İnstitutunun tədqiqatçısı Pantusi yani Rappilo Pantusi üzüp şundak aytdı ki bu rayında yani Orta Asya'da Rusya bilen Xitayda fikir oxşaşlığı bolmaydı degenlik bu vaqtni sırap qılğanlıqdır. Acayip doğru esipti de. Orta Asya'da Rusya bilen Xitayda fikir oxşaşlığı bolmaydı degenlik bu vaqtni sırap qılğanlıqdır. Əməliyyatda Rusya Cungo Orta Asya'nı parçalap başquruyatqan iki devlet. Şuna Rusya bilen Xitayla Orta Asya siyasetdeki fikri oxşaş, yolu oxşaş, tefekkürü oxşaş ve bunların stratejik siyaseti Xitay bilen Rusya'nın bugün Uyguristan'ı besip yetevatıdır. Bugün Uyguristan'ı müstemlike kılıvatıdır. Şun bir yerde Raja Efendi'nin Apillo İnstitutunun tədqiqatçısı Apillo Pantusi şundak dedi ki, üzüp eğitişki bolu dedi ki, burayında Orta Asya'da Rusya bilen Xitay'da yeni ve fikir oxşaşlığı bolmaydı degenlik bu vaqtni sırap qılğanlıqtırdı. O yönümündaq ta'kidildi. Rusya bilen Xitay'nın burayındaki yani Orta Asya'daki birdekligi Orta Asya devletlerinin köplügen yollarını tallaşını işqi aşırıp diplomatik siyasetlerge yetip berişiği, nişanı yetip berişiği mesele peyda kıldı. Mesela diplomatik siyaset ve diplomatik yollarla Orta Asya devletleri oturuğa çıkanmadı. Çünkü o tarafta Rusya besim işletti, bu taraftan Xitay besim işletti demekçe vatandaş. Çünkü pen texniki şirketlerinin müstakilliği guman kozgaydı. Küçük mavzu. Büyük Britanya Tüven Palatası'nın dokulatıda mındak ta'kidlendi. Cungo'nun burayın Orta Asya'daki Saudi şirketleri ve Asya kuruluş, asası kuruluş, türlerine meblağ salgıçılar ve şu yerdeki asası kuruluş, türlerine meblağ salıdığın Cungo'nun pen texniki şirketlerinin müstakillığının gumalını işqi buludu. Bir yerki müstakilliği degen gep, bu şirketler Cungo hükümetinin hali şirketler. Öz aldığı şirket başkuralaydıgan, öz ardığı hisabat boğalaydıgan şirketler emez. Bunu gumanlı işqi buldun keyinde Cungo kompartisi var, doğru. Bu doğru, lekin bu garip dünyası adet emez. Garip dünyası şirketler öz aldığı hareket kılır, hükümet arlaşmaydı. Ama Xitay'niki arılışı şuna Xitay şirketlerinin Orta Asya'daki faaliyetini müstakil faaliyet degili bulmaydı. Bunun keyinde hükümet bağ demekçe vatandaş. Şuna bu şirketlerin müstakilliğinin gumanlı işqi buludu. Cungo'da tizimge aldırgan barlıq şirketlerine oxşaş. Cungo pen texniki şirketlerinin Cungo istihbarat organlarına, casusluk organlarına devlet bexatarlığı sebep bolgan fikirler bilen təminleydi. Muşunun oxşaş nurgun şirketler Orta Asya teraqqiyat ve bexatarlık yoki iqtidar boyucu şəhərlərini asas əslərlər bilen təminleydi. Dep ko'rsatildi Angliya parlamentinin dokulatıda. Amerika Qo'shma Shtatlari ve Avrupa İttifaqı bilen qadamni moslashtirish kerak. Parlamentning dokulatıda. Amerika Qo'shma Shtatlari ve Avrupa İttifaqı bilen qadamni moslashtirish kerak. Angliya Tuvan Palata dokulatıda Angliya hükümetiga taklif berip mundaq ko'rsatdi.
Angliya hükümeti Orta Asya siyaseti boyunca Avrupa İttifakı ve Amerika Qo'shma Shtatlari bilan o'zaro aloqada bo'lishi ve kademni moslashtirishi kerak. O'rta Osiyo ishlarida Amerika, Angliya ve Avrupa İttifakı aloqada bo'lishi, kademni moslashtirishi kerak. Bo'libmi kishilik huquq masalasida shunday qilish kerak. Tushundingizmi? Endi bu yerda kishilik huquqning salmig'i Uyg'uristonda Uyg'ur qirg'inchiligi Uyg'uristonning jazolagari. Uyg'uriston O'rta Osiyo, O'rta Sharq deb qo'yotganda, O'rta Sharq general Erik shundoq dedi Amerikaning 2-8 kun davlat majlisi guvohlikda o'tganda shundoq dedi vatandosh. Amerika 2019-yildan 2025-yilgacha 7 yillik O'rta Osiyo strategik siyosetini belgilab 7 yillik O'rta Osiyo strategik siyosetini belgilab CA5+1 sahnesini qurib chiqdi. CA5+1 sahnesini qurib chiqdi. Bu akşa O'rta Osiyodagi 5 davlat, Amerika qo'shilgan 6 davlat deganlikda. O'rta Osiyo davlatlari va Amerika birlikda o'rtaq ko'ngil bo'ladigan masalalarni hal qilib, bu rayonda hamkorlik va dialogni ishga tushirmoqchi bo'ldi. Gerçi O'rta Osiyo bilan Avropa İttifaqı an'anaviy aloqalarda orliq saqlab kelgan bo'lsa-mu, lekin Rossiya va Ukraina urushidan keyin ikki tarafning munosabati keldi bor desa ko'payishga boshildi. 2022-yil Avropa İttifaqıning yuqori darajalik amaldori O'rta Osiyoga yuqori darajalikda ziyarati bilan yetib keldi. Avropa İttifaqı doimiy komitetining reisi Charles Michael O'rta Osiyo davlatlarining tunji qatimliq uchrashishida O'rta Osiyo bilan Avropa İttifaqıning hamkorligini kuchaytirishning simvoli ham Avropa İttifaqıning bu rayon, ya'ni O'rta Osiyo rayoniga bergan va'dasining kuchli signali bo'lib qoldi. Undan boshqa Avropa İttifaqı ipi jipini moslashtirishni yo'lga qo'yib, O'rta Osiyo bilan Avropa İttifaqı o'rtasidagi aloqani ilgari surib, Jungoning bir yo'l bir belbog'i tashabbusi bilan qarshilashmoqchi bo'ldi. Taklif strategiyasi va uchrashishni kuchaytirish kichik mavzu. Buyuk Britaniya Tuvan Palatasi Tashqi munosabatlar komiteti Angliya hukumatining O'rta Osiyo qatnashib singib kirishida inkosning osti bo'lganligini va qisqa nazarlik bo'lib qolganligini tanqid qildi. Angliya Tuvan Palatasi Angliya hukumatini O'rta Osiyoga jiddiy singib kirolmading deb tanqid qildi. Ve Angliyaning savdo tijoratda, kishilik huquqni qo'g'dash jihatda, rayon doirasida hamkorlik jihatda texim yurakli qadam tashlab, qorniyat bilan ish qilishiga chaqiriq qildi. Alasharnak. Angladingizmi vatandosh? Xitoycha yeshin debdim, yeshin degandan men shunday tarjima qildim. Qarab turing, Angliya parlamenti, Angliya hukumati tanqidlab turib nima deydi? Savdo tijoratda, kishilik huquqni qo'g'dash jihatda, rayon doirasida hamkorlik jihatda texim yurakli qadam tashlab, qorniyat bilan ish qilishiga chaqiriq qildi. Angliya hukumati shunday qilishi kerak. 2024-yili O'rta Osiyoda 5 davlat, Angliya qo'shilgan 6 davlat yig'ini chaqirishi kerak. Diqqat vatandosh, nima dedik? O'rta Osiyo va Uyg'uristonning yangi hayoti boshlandi dedi. Qashdan vatandosh, nima deydi hozir? 2024-yili O'rta Osiyoda 5 davlat, Angliya qo'shilgan 6 davlat yig'in chaqirishi kerak. Va keyingi xizmatlarni qanot yaydirishi lozim.
Angliyanın O'rta Asiya qandaq yordam berishini, qandaq qo'llaydiganligini O'rta Asiya xalqi texmi cho'nqur tushunishi lozim. Angliyanın O'rta Asiya qandaq yordam berishini, qandaq qo'llaydiganligini O'rta Asiya xalqi texmi cho'nqur tushunishi kerak. Bu qatimqi yig'in, ya'ni 24-yil echildigan yig'in bir masalani muqimlashtirishni qayta ko'payguchi, masalan, qayta ko'payguchi energiya masalasini konkret belgilishi va harakat nishonini belgilishi kerak. Bu xabarning avtori Li Yangmi nima shunaq Amerika ovozidan. Bugun bu xabarni sizlarga yetkazdik. Oraliqda yana Amerika ovozida bir parcha xabar kelgan edi. U xabar nima vaziyat jiddiyligi bilan men sizlarga yetkazmadim. Men bu to'g'rida vaziyat deb ayta olmadim. Kechiringlar, bugun shuning mavzusi bor. Bu mavzuni hozir sizlarga topshiraylik. Garchi Qozog'iston, O'zbekiston qatorliq davlatlarda kishilik huquq masalasi mavjud bo'lsa-mu, lekin Amerika bu ikki davlatni qo'llaydiganligini qayta sharhlaydi. Mavzuli xabar 11-oyning 11-kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Ko'rdingizmi? Bu xabarning avtori Imomova. Bu xabarning avtori shu kishi ekan. Bu 11-kuni bu xabarni Amerika ovoziga beribdi. 12-kuni Angliya parlamentining xabari Amerika ovoziga berildi. Vatandoshim, jahonning qizig'i, vaziyatning qizig'i, Amerika, Angliya qatorliq buyuk davlatlarning qizil sizig'i O'rta Osiyada siziladi vatandosh. Endi tuvanda aldırmay, hodokmay turib, siz bilan muhokama olib boramiz.